Bu nimasi bo'ldi endi? Bu nimasi bo'ldi? Bilmadim. Nima baqir-chaqir, kompyuter yonib qolib ketibdi-ku. Hammaga salom. Obuna bo'lganlar va obuna bo'lmaganlar iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Meni ismim Beni. Va bugungi videorolikimga xush kelibsizlar. Kanalimga yangi bo'lsanglar iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Jitillar yana baqir-chaqir qilyapti. Nima qilayotgan bo'lsa kerak? Bu nimasi bo'ldi? Yo'mayo, juda ham asabga tegib yubordi. Biz esa fermaga qarab olishimiz kerak. Beni, bu yoqqa kel, Beni, iltimos bu yoqqa kelib ket. Jin ursin, nima deysizlar, jitillar? Qanaqadir o'zga saylovliklar tushgan shekilli biz tarafga. Ko'rishmasak. Bo'pti, ko'raman mana. Jin ursin, janob mer, bu nimasi bo'ldi endi? Bilmadim, biz ham shunga hayron bo'lib turibmiz. Hamma jitillar qo'rqib. Oboyo. Janob mer, sizga nima? Janob mer, xuddi o'zingizni achinayotgandek ko'rsatasiz-a. Shunday, janob mer, men folizga qarab olaman. Bo'pti, tez kel. Mayli. Davay, tezroq qarab olamiz. Bu jitillar yana menimcha menga prank qilayotgan bo'lsa kerak. Balki unday emasdir. Atak u nima bo'lishi mumkin bo'ldi? Balki o'zga sararliklar tushgandir. Tak, mana tez qilib tashlash kerak. Hop. Mana. Bu jinsin ikkita chirigan. Ha. Boshqasidan olsam bo'lar ekan-da, tuxumni shunda boshqasidan ekkan bo'lar edim. Jinsin hal qarab turibdilar. Hop, mayli, davay tez qilib tashlab, jinsin mana shundoq qilib. Davay, tak, mana. Ajoyib, mana. Ajoyib, tak. Oppo. Sizlarning qaysi nimalar deb deyishyapman? Sizlar qaysi sabzavotni yaxshi ko'rasizlar? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Men uni o'qib ko'raman. Va endi buni davay tezlik bilan chirgan kartoshkani yerga ko'mib yuboramiz. Nimaga kerak? Uni hech kim yemaydi. Nahotki ana u ahmoq jitilga bersa. Yo'q, mana bo'ldi. Endi biz buni olib kilka bolta telefonni olamiz birinchi o'rinda va kilka bolta ana bo'ldi. Ajoyib. Tak, хорошо, mana. Хорошо. Mayli, unda men tekshirib ko'raman. Bo'pti, lekin ehtiyot bo'l. Mayli, bunaqa menga hech nima emas. Tushunursin, bu yerda lyuk. Hop, tushunursin. Axir bu ochib bo'lmayapti. Tushunursin, ochib bo'lmaydi, janob mer, ochib bo'lmayapti. Nima qilay shunga? Biramanlab och. Bo'pti, mayli, hozir men tak, unda bu yoqdan tushib bo'lmaydi. Yaxshi. Ichida nimalar bor? Gilam bor ekan, bolalar. Sindiramizmi yo'q? Rasmga olamiz. Ekspertiza qilgandan mendan ko'rib o'tirishi aniq bo'lmasa. Oy, oyog'im. Xo'sh, mana qochinglar. Sotuvchi, senga nima bor? Mana hoppa, ne bo'ldi? Nahotki shunchalik og'ir bo'lsa bu. Hoppa, ana bo'ldi. Ana ajoyib rasm. Mendan ajoyib rasmchi chiqar ekan. Yaxshi. Endi esa biz ustiga chiqib ko'ramiz. Yaxshi parkurchi emasman-ku. Mayli, bu yerdan chiqib bo'larmikin? Yo'q, chiqib bo'lmaydi. Yaxshisi, bu yerdan buzib kira qolgan yaxshi. Notebook? Chin ursin. Yo'moyo, mana. Ajoyib. Bu yerga yetmay qoldi. Hech qisi yo'q, mana bu yerdan olib boramiz. Mana bo'ldi. Mana. Nahotki bu o'zga sayyoraliklarning kemasi bo'lsa. Ajoyib. O'zga sayyoraliklar.
Hop, mana shu yerdan bosib kiramiz. Endi hech qisi yo'q. Rasmga olamiz. Hop, ana bo'ldi. Ana endi jin ursin. Bo'lar. Bu mana. Bu boshim ochilmaydi. Sindirib ham bo'lmaydi, mayli. Oyog'im jin ursin. Janob merga aytamiz. Janob mer. Nima bo'ldi, Beni? Nima bo'ldi? Qandaydir bir xona bor ekan. Notebookmi? Shunaqa bor ekan. Hozir mana oppani yaxshi. Bo'lar. Menimda ham yo'q bunaqa sharoit. Nimalar tilim sebidan chiqib ketyapti. Yaxshi. Rasmga olib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi ana bo'ldi. Endi bu yoqdan ham bitta olsa, lekin shkaflar hech nima yo'q. Har doimgidek hech nima yo'q. Xo'sh, bu yerni yopib qo'ysak, mana bu yer og'darilib ketibdi. Ha. Chiqadigan joy, mana chiqadigan joy bor ekan. Ajoyib mana. Meni uyim yo'q bo'lib ketishiga ozgina qolibdi, qaranglar. Shu ajoyib. Janob mer, u yerda qandaydir xona bor ekan. Nima qilamiz? Bilmadim, meni nima qilasan? Portlatib yuborasanmi? Bilmadim, janob mer, lekin qishloqqa juda ham katta ziyoni tegadi. Nahotki keyin ular ham yo'q bo'lib ketsa, janob mer? Bilmadim, axir men bunday tursam bo'lmaydi-ku. Ha, men ham o'ylayapman. Bolalar nima qilsak bo'ladi? Qishloqni emas, ana shu narsani portlatib yuborsak nima bo'lar ekan? Yaxshi. Unda janob mer, men portlatadigan bo'lsam, Griffer o'rtog'imdan hozir TNT so'rab ko'raman. Shunda bor. Lekin menga admin bam berib yuborishi mumkin. Admin bilan o'zim gaplashaman. Bo'pti, mayli. Admin bilan o'zi gaplashar ekan. Endi biz buni bu yoqqa qo'yib, Griffer o'rtog'im bilan gaplashib olaman. Bo'ldi, Griffer o'rtog'im menga TNT berib turadi degan umiddaman. Xo'sh, mana hop. Xo'sh, Alo, Griffer o'rtoq, yaxshimisan? Yaxshi, kim edi bu? O'zingni o'rtog'ingni tanimaysan-a? Beni, yaxshimisan? Nima gap? Menga TNT berib tur, iltimos sendan. Mayli, senga berib turaman, lekin nima uchun senga kerak? Bitta problema bo'lib qoldi. Menga atigi nechta 7tami, 8tami berib tursang yetadi o'zi. Xo'p, mayli, hozir men tarafga kelsang, senga berib yuboraman. Xo'p, mayli. Ajoyib, mana bo'ldi. Ana, ish bitdi. Buni ham portlatib yuboramiz. Endi borib olib kelishim kerak. Unda janob mer, gaplashdim. Hozir men TNT olib kelaman. Xo'p, mayli, olib kel, Beni. Mayli, janob mer. Unda ketdim. Stop. Bilaman, hozir siz meni obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz, lekin meni bir bo'lgim kelyapti. Shuningdek, obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Nice. Bo'ladi. Unda yoqimli tomosha tilayman. Hop, mana bolalar 7 ta TNT va bitta nima edi buni? O'sha narsani kuyurtmidi. O'shani olib oldim. Mana bo'ldi. Endi hozir portlatib yuboraman. Mana olib keldim, janob mer. Yaxshi, endi yo'qot iltimos bu narsani, Beni. Xo'p, mayli, unda hozir men portlatib yuboraman, lekin admin bam berib yuborsak ko'rasiz, janob mer. Bermaydi, o'zim gaplashib qo'yaman. Bo'pti, unda men hozir portlataman, lekin jitellar, iltimos orqaroqda turib turinglar. Mana shunaqa orqaroqda turmasanglar, bomba sizlarga tegib ketadi. Sizlar chunki bitta o'lsanglar qaytib tirilmaysizlar. Men o'lsam ham tirilaveraman. Mana bo'ldi. Ajoyib. Bola, endi bu yerni TNT bilan portlatib tashlasak bo'ladi. Chunki nimaga kerak? Oyog'im. Yaxshi.
hozir biz instrumentlarni olib boramiz. Mana bo'ldi. Bu yerni yopib qo'yamiz, bo'ldi. Endi instrument, bolta kerak emas. Mana shu nima edi? O'sha kilkani olamiz, bo'ldi. Mana bo'ldi. Endi ajoyib. Endi o'sha narsani yaramasni portlatib yuboramiz. Mana, ajoyib bola. Hozir yer kerak bizlarga dris. Aniqrog'i nima uchun kerak desanglar, hozir jitellarni oldini yopib qo'yamiz, bo'lmasa ularga bomba ta'sir etib o'lib ketishi mumkin. Orqaroq tur, ey moldan battarlar, yaramaslar. Shuncha orqaroq tur. Yaxshilik qilib bo'lmaydi sizlarga. Hop, mana. Qaysi biring mana shu tarafga o'tsang bo'lasan, tushundinglaringmi? Qaddingdan oshma meni. Mayli janob mer. Yaxshi, mana. Lekin ajoyib. Buni portlatish nima uchun kerak-da? Janob merning buyrug'i shunaqa. Hop, mana shularni portlatib tashlaymiz. Shu ajoyib. Endi shu yerga portlatib qo'yamiz. Hoppani. Gilam, yaxshi. Gilam bitta foydaga qoldik. Endi hozir ustiga bitta tint qo'yib, uni portlatib yuboramiz. Nimaga? Mana bu yoqdan sakrasam oyog'im sinib bo'lishi aniq. Endi mana shu tarafdan sakraymiz. Xo'sh, hoppani, ajoyib. Endi tintini mana shu yerga qo'yib, birinchi bo'lib mana shuni portlatamiz. Qoch! Ay, oyog'im. Tint unchalik ham yaxshi emas, kuchli emas-da. Endi bitta tintini portlashi shunaqa bo'ladi. Endi bu yerni portlatib tashlaymiz. Hop. Mana shu yerda turib qoch. Ay, oyog'im, nimaga men sakrab yotibman? Hop, mana bo'ldi. Janob mer, bo'ldi. Endi mana shu tepasini o'zlaringiz bilaman. Janob mer, o'zingiz kilka bilan buzib yuborasiz. Mana gilam sizga. Bo'ldi, janob mer. Faqat tepasi qolib ketdi. Bo'ldi, uni o'zlaringiz olib yuborasiz. Mana kruto bo'ldi. Mayli, unda qochinglar. Hop, yo'l bermaysizlar. Mana bo'ldi. Ajoyib. Unda bolalar, bugungi videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi va sizlar bilan qisqa vaqt ichida beni bo'ldi.